Ukajonim, g'alabam bor bo'lsin. Rahmat. Uka, necha yoshingdan bilaman, ha? Ta'lim bergan ota-onangga rahmat. Salah deganda polida sezmadigan, mayli, kibrga berilmaymiz, astag'firullah. Sog' bo'lgin, seni yaxshi ko'ramiz. Endi qayerga ketaman, topchi? Qatarga ketasizmi? Hozir ketaman. 2 da ketaman. Inshaalloh Eron bilan o'yinga qaytib kelishga qattiq harakat qilaman. Bunga ham kelasiz. Inshaalloh. Bo'p, duoda bo'linglar. Aka. Abduqodir mujik degan yigitlar bitta like bosib qo'yamiz. Bo'pti ukam. 5 kira 5. Sog' bo'lgin. Dostonu. Mana ukajonim senga. Oxirgisida Xudo xolisa bitta bor ekan, bu ham senga ukajonim. Uka, esingda bormi? Haliga nimada atilmaydi. Xuddi U17 edi o'sha paytdan, to'g'rimi? Birlashgan Arab Amirliklarida edi. Shtraf tepayotganingda Doston Allohdan so'rab, bismillahni aytib deganimda nima bo'lgandi o'shanda? Gol bo'lgandi. Da o'shanda даже avtogol qilib kirgizib yuborganda, azizlar, Allohga oson, yaxshilab so'rasanglar, albatta ijobat bo'ladi, to'g'rimi uka? O'sha voqeaga 13 yil bo'ldi uka. Abdurahmon Fozilov kecha tuxumdan chiqib qolmagan. Sog' bo'ling uka. Ketdik ukalarning qo'llab-quvvatlagan. Sog' bo'ling. Yaxshi bo'linglar.